Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan barcha sayroq Italiya bedana ishqibozlari salomatlisizlar. Bugun xonadonimizga ko'pchilik taniydigan Jahongir akam keldilar. Ko'p bedana ishqibozlarining muxlisi bo'lgan mana Sa'dullo do'stimiz ham keldilar. Bugun bizani xonadonimizga Jahongir akam o'zimiz ochirayotgan qoni toza Italiya bedanalarini narmakiyonlarini olish uchun kelgan ekanlar. Jahongir aka o'zi bir dunyo ochib tashladingiz, nima bo'ldi aka? Endi ko'pchilikdan oldim, to'g'ri. Aldamingiz, yolg'on gapiringiz, ko'pchilikdan oldim. Men kutgan rezultat bo'lmadi. Men kutgan anaqalar chiqmadi. Biz ham Jahon aka mendan maslahat so'radilar, bedanlarni borib eshitdim, tekshirdim. Bu bedana to'g'risini aytgan yaxshi. Men qulog'imiz ochib necha yildan beri bedana boqib yuramiz. Bu bilan ularning farqi ancha katta. Endi bitta qaror qildilar, kamgina qilib, yaxshi sifatli qilib, zot qilib chiqarmoqchilar. O'zingizlar maslahat berdinglar, qanaqa nima qo'shishlarni, makiyonlarni ham o'zingizlar ko'rsatdinglar, olib berdinglar xorozlarni. Xudo xolasa endi o'shani ustida ishlaylar o'zlari, xudo xolasa. Xudo xolasa. Akamizga zo'rlikni qilib berdi akalar inshaalloh. Xudo xolasa. Akamiz borib shu bedanani bollarini chiqargandan keyin sayroga kirg'izishlari bilan biz borib o'tda ham bitta video qilib beramiz. Shto'bi sizlar ham quloqinglar bilan o'sha chiqqan jo'jalarni eshitasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bizani bedanalar kimlarni qulog'iga tushgan bo'lsa, kimga yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar-da, akalar tagiga zo'r deb yozib qo'ysanglar, biz undan ham zo'r motivatsiya olamiz-da, zo'r narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Inshaalloh xudo xolasa. Xudo xolasa. Bizani kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa sayroq zo'rlari kerak bo'lsa, zotga ko'paytiraman deganlar uchun kelsanglar, sizlarga inshaalloh zo'rlarni qilib beramiz.